Assalomu alaykum akalarim, opalarim. Mana 17 kunmi, 18 kunmi, necha kundan beri kirmadik efirga ham. Qandaydir xohish bo'lgan yo'q, kirishga ham. Kirib qolarmiz efirga ham, Xudo xolasa, nasib qilsa. Nima demoqchiman? Biz yetimlikda katta bo'lgan odammiz. Mana shu TikTok platformasiga kirib shu darajada bir yaxshi insonlarni ko'rdik, yomonini ko'rmadik. Biz bir oddiy bir qishloqdan chiqqan bola, hech narsasi yo'q bola, uy-joy yo'q bola, shu darajada padishga qildilar. Jonlaring sog' bo'lsin. Rahmat sizlardan, ko'ksim qo'limda. Mana shu darajaga yetib kelganligim uchun sizlar sababchisizlar. Menga hech qanaqa bir bo'y akam yo'q, bo'y tog'am yo'q, bo'y dadam yo'q, bo'y onam yo'q. O'zim yashayman. Xotinim, ikkita farzandim bor. Nima demoqchiman? Sizlarga kattakon rahmat. Boshqa gapim yo'q. Nima deyishga ham tilim ojiz. Xullas rahmat. Chiqqanimdan keyin ham hamma telefon qilib, qandosh urug' birortasi qilgan yo'q. Mashitdi akalar, opalar, aziz nima gap, nima kamchilik. Daji o'shalarga narsalar kirgizib, sizlardan minnatdorman. Nima bo'lgan taqdirda ham efirda qanaqadir hazilomma, so'kish, u bu bo'lar, lekin hayotda unaqa narsa yo'q. Xudo xolasa sizlar bilan ham ko'rishamiz, o'tiramiz. Jonlaring sog' bo'lsin hammalaringga. Xudo xolasa efirlarga ham kiramiz.